Assalomu alaykum. Mana navbatdagi xonadonga qo'yapmiz. 15 talik bularnikiga. Xudo xolasa hozir ishlatilishini ko'rsatib beramiz. O'n 15 sekund ushlab turiladi bu. Hisobi dachiga qizib olish uchun. Temperatura datchigini olib tekshirib olamiz. O'chirib yoqadimi? Ishlayapti, xudo xolasa. Kerakli gradusga chiqqanda va shu holatda o'chiradi. Buni sovutamiz. Suv sovigandan keyin yana o'zi yoqish kerak. Pechkaning chidaligiga yonmadi shekilli yarmi. Xudo xolasa ishlayapti datchig ham.